Salom meni azizlarim, hammalaringizni sog'inib, mana yana men kelyapman kartalarni olib. Hammalaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Uzr, ozgina pauza bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, buni buyog'i yaxshi o'chirimlar qilishga harakat qilaman. Azizlarim, sizlarni niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Shifoli o'chirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Shifoli o'chirim bo'lsin. Bugun 13-noyabr bo'lsa, 10 kunlik o'chirim qilamiz. 13-noyabrdan 10 kunlik o'chirimimiz. Xudo xohlasa, bizlarni nimalar kutyapti, nimalar bo'lyapti, hayotimizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, o'zgarishlar bo'ladi. Niyatinglarni olib, energiyalarni olib shifoli o'chirim qilamiz. 13, 14, 15, 16, 17. Hop. Ciddi paraka koyalım şekerlik. 17. Kartalarımızda mesela. 17. Hop. 18. 19, 20, 21, 22 noyabrgacha 10 kunlik o'chirim. Xo'p. Niyatinglarni olib, energiyalarni oldim. Shifoli o'chirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli o'chirim bo'lsin. Allohdan shifoli o'chirim so'raymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cheslagacha bugun bizni hayotimizda juda ham yaxshi o'zgarishlarda bo'lishi, juda ham yaxshi o'zgarish, o'tish, Xudo xohlasa, yangilanish, o'tish, reski hayotimizda bir o'zgarishlarda bo'lishi, bir o'zgarib yangi hayotga o'tishimizni deb aytyapti. Xudo xohlasa, biz bugun yangi hayotga, yangi qadamlar tashlaymiz, yangi отношениялар, yangi bir tanishuvlar, yangi bir ishda ham yangiliklar, o'zgarishlar, juda yaxshi o'zgarishlarga o'tish kunimiz ekan bugun. Xudo xohlasa, hammamiz uchun juda ham yaxshi o'tish kuni deb aytyapti. Hayotda o'zgarish, yangilanish, yurishmayotgan ishlarda yurishishi, kimlar bilandir yana bir nimalar qilish deb aytyapti. Xo'p, yana ba'zi birlarimiz uchun Xudo xohlasa oilaga qaytishlar, bir o'zgarishlarda bo'lishi, ertangi kun uchun bizga ertangi kunda bizga aqlimizda insonlarni kelishi, bir hayotimizda yangiliklarni kelishi, ozgina bir nima desam bo'ladi, bir hushyor bo'lasiz deb aytyapti. Ozgina bir sehr jodularni aralashib qolishi, qandaydir bir kasalliklarda kelib qolishi deyapti. Hushyor bo'ling, doktorlar deyapti. Doktorga borishingiz mumkin, Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz. Balkim kasaldursiz, yaxshi bo'lishingizni aytyapti. Balkim bir jinday hozir hammada juda ham kasal ko'payib ketdi. Grip, ayniqsa grip, viruslar tarqagan, shu viruslarda Xudo xohlasa yaxshi bo'lishingiz, albatta doktorlarda bir anaqa bo'lib turgan bo'lsangiz, yengillanishingiz, bularni o'tib ketishi deb aytyapti. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz. Xo'p,
15-chislaga kelganda bizni hayotimizda bir o'zgarishlar, yana yangiliklar, Xudo xohlasa yana hayotimizga qaytishlar, ketganlar qaytib kelishi deb aytyapti. Balkim bir nima desam bo'ladi, bir ehson bersangiz, albatta bu ehsonni orqasidan barakalarni kelishi deb aytyapti. Kimdir bir ehson atab qo'ygan bo'lsangiz, qiling ehsonni, siz uchun yangiliklar keladi deb aytyapti. Yangiliklar bo'ladi, Xudo xohlasa yaxshi omadlar keladi deb aytyapti. Kimdir biron narsa atagan bo'lsangiz, shu narsalarni qilib o'tkazib qo'ying deb aytyapti. O'tkazsangiz albatta buni ortida bir hikmatlar va siz u narsani qilganingizdan keyingi o'zgarishlarda bo'lishini aytyapti. Xudo xohlasa yaxshilikka, yangiliklarga boy bo'lib o'tsin, shunaqa deb aytyapti. 16-chislaga kelganda qarang, urushganlarni yarashishi, nimalarnidir hal qilishingiz, birgalikda bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu ishlarni qilishingiz, balkim bir kelishuvlarni bo'lishi, bir balkim o'zingizga bir umr yo'ldosh istayotgandirsiz, bularni topilishi, bir-biringlar bilan uchrashishinglar, bir-biringlar bilan yaxshi muloqotlarda bo'lishinglar va kelishuvlar bo'lishi deb aytyapti. Albatta kelishasiz, urushib qolganlar albatta yarashadigan kun. Bir-biringiz bilan jinday arazlashib qolgan bo'lsangiz, siz ayb qilgan bo'lsangiz ham albatta bu jinday bir go'rdo'ylik qilib o'tirgan bo'lsa, albatta buni ham qaytishi, yaxshi nima bo'lishi, отношенияларni yaxshilanishi, o'rtanglarda ham munosabatlarni tiklanishi, murosaga kelishinglar deb aytyapti. Albatta murosaga kelasizlar, yaxshi kunlar kelyapti deb aytyapti. 17-chislaga kelganda ba'zi bir insonlar uchun tugatilish, birinchi hayotidan tugatilib keyingi hayotga o'tishi, balkim bir hayotingizda bir nimanidir ishingizda yoki bo'lmasam hayotingizda tugallanish, ajrim yoqasida turganlar ajrashishi mumkin. Endi smert kartasi tushsa faqat o'lim emas, balkim bir uyingizda bir baribir jinday bo'lsa ham shunaqa narsalar bo'lib o'tishi bordir kimlargadir. Balkim kasaldir, balkim bir yoshi kattalar bordir, bularni o'tishi har xil ma'noda keladi-da bu smert kartamiz. Yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring albatta. Shunaqa jinday bir nimalarni bo'lishi deb aytyapti. Bir ozgina bir oilangizga sog'chilik tushib, ozgina bir hayotingizda balkim tugallanishi, kerak bo'lgan narsalarni tugallanishidir. Hammasi xayrli bo'lsin, ortda bir xayrlar, yaxshi anaqalar bo'lishini Allohdan so'raymiz. Yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Xo'p. 18-chislaga kelganda ozgina bir tushkunlikda tushganlar bor. Hech nimalarni ko'zi ko'rmay tushkunlikda o'tirganlar, bir siqilib o'tirganlar. Bular uchun bir yangiliklarni kelishi, xush xabarlarni kelishi, tozalanish deb aytyapti. Ba'zi bir insonlarda yangilanish, tozalanish, bir jinday bir diqqatchiliklar oilangizda, albatta 3-kishilar sababli ozgina bir oilangizda janjallar, urush to'polonlar bo'lgan bo'lsa, bular tozalanishi, yaxshilanishi, albatta murosaga kelishingiz, bu narsalarga ko'zni yumishingiz deb aytyapti. Xudo xohlasa yaxshilikka o'tishingiz, oilangizda tinchlik, totuvlikni tiklashingizga tiklaysiz deb aytyapti. 19-chislaga kelganda aytyapti, ozgina bir puldan qisilishlar bo'lganingiz, qo'lingizda pullarni yo'qligi, ozgina bir puldan kamomad bo'lib turganlaringizni aytyapti. Albatta bu narsalarga sizga qandaydir bir yordam kelishi, Xudo xohlasa qanaqadir qo'lingizga pullarni kelishi, bir safarda bo'lsangiz, safarda sizga yordam beradigan insonlar chiqib qolishi, balkim uyda bo'lsangiz, uzoqda safardalardan jinday bir sizga najot kelishi deb aytyapti. Albatta sizni bu pul muammosidan qutqaradi deb aytyapti. Balkim pul muammosidan qutulishingiz mumkin, balkim bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa hayotingizda bir yangiliklar kelishi mumkin. Balkim bir kutib turgan insoningiz kelishi, albatta sizga yordam qo'lini cho'zishi deb aytyapti.
Xo'p, 20-chislaga kelganda yangiliklarda bo'lishi, kutgan insoningiz barakalarni kelishi, albatta kutgan insoningiz qaytadi deb aytyapti. Kimlarnidir qo'lida o'yinchoq bo'lib turgan bo'lsa, balkim bir o'yin qilib olib yurgan bo'lsa, bir yolg'on va'dalarni bergan bo'lsa, yolg'on va'dalarda sizni yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingizni yoki bo'lmasam siz bilgan insonni qo'lida bir o'yin qilib o'tirganlarni bo'lishi mumkin deb aytyapti. Qo'lida o'yinchoq qilib, qo'g'irchoq qilib o'ynatayotganlar deb aytyapti. Xudo xohlasa bularni ham qaytishi, yangiliklarda bo'lishi, xudo xohlasa yilda oxirida barakalar kelishi, bir o'zgarishlarda bo'lishi deb aytyapti. Hushyor qayning albatta balkim kimlardadir shu narsani bo'lishi bordir. Balkim bo'layotgandir, balkim bo'lib o'tgandir. Xullas kartalar yolg'on gapirmaydi. Shu narsa birovni qo'lida o'yinchoq bo'lmang, birovni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolmang, sizni bu xohlagan kuyiga solib o'ynamasin degandek maqsadda shu kartalarimiz chiqyapti. Shunga hushyor bo'lasiz degan umiddaman. Har kimga ham ishonavermang, balkim sizni bu yolg'on va'dalar berib sizni o'ynatib yurgan bo'lishi ham mumkin ekan. Xo'p, 21-chislaga kelganda tanlovda turishingiz, tanlov qilolmayotganingiz, qaysi bir nimani tanlashni bilmasdan turganingiz deb aytyapti. Xudo xohlasa xayrlisini tanlang. Ilohim xayrli bo'lsin. Har kimga ham ishonavermang. Qo'rqyapsiz ishongani, do'st deb bilganingiz balkim dushmandir, balkim ichida yovuz niyati bordir. Tanlov qilolmaganingiz mana shuni bildiryapti. Hech kimga ishonmay qolgan bo'lishingiz mumkin, balkim hayotda, balkim ishingizda, balkim bir nimada hushyor bo'lganingiz ma'qul menimcha. Albatta tanlagan insoningiz balkim mana shunaqa bir yomon inson chiqib qolishi ham mumkin ekan. Shuning uchun hushyor bo'ling, tanlovda adashmang. Iloji boricha bir o'zingizga hushyor bo'ling. Aytadi, o'zingga hushyor bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deb. Shuni singari o'zingizga hushyor bo'lganingiz menimcha ma'qulroq. Har gapingizni aytmang. Balkim sizni ichingizdagi gaplarni olish uchun yurgan bo'lishi mumkin. Yoningizda bir inson shunaqa bir ehtiyot bo'ling deb aytyapti kartalarimiz. Hushyor bo'ling. Yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Yana aytaman, 22-chislaga kelganda juda tezlikda xush xabarlarni kelishi, yangiliklarni kelishi, bir hayotingizda o'zgarishlarni bo'lishi, yangi bir yaxshi yangiliklarni bo'lishi juda ham tez kunda deb aytyapti. Balkim bir tanishuvlarda bo'lishi, balkim kelishuvlarda bo'lishi, balkim bir o'zingizni hayotingizda qanaqadir bir o'zgarishlarda bo'lishi, hayotingizga bir erkakni kirib kelishi yoki bo'lmasam erkak bo'lsangiz albatta hayotingizga ayol kishini kirib kelishi, qanaqadir bir shunaqa bir yangiliklar deb aytyapti. Juda tezlikda xushxabar eshitasiz. Albatta fikrlab, albatta kengashib, o'zingiz o'ylab, yetti o'ylab bir kes degandek shunaqa bir o'zingizni bir nimalarda harakat qilishingiz mumkin. Balkim do'stdir, balkim dushmandir. Bu hayotingizga albatta kirib keladi. Yangiliklar eshitasiz. Balkim yolg'on yangilik eshitishingiz mumkin, balkim bir haqiqatni eshitishingiz mumkin. Bilmadim, jinday bir shunaqa yangilik kelishini aytib o'tib ketyapti kartalarimiz. Xo'p, yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Yana sizlar bilan diydorlashguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yakka o'chirim qilmoqchi bo'lganlar, Telegram raqamimni albatta yozib qo'yyapman. +7 929 221 1968. Murojaat qiling. Tozalov kerak bo'lsa, albatta o'qitmoqchi bo'lsangiz, amal yechirmoqchi bo'lsangiz, xudo xohlasa qo'limdan kelganicha yordam qilaman. Yana sizlarni podдержка qilinglar, albatta sizlarni like bosib podдержка qilishinglar, albatta podpiska bo'lib ko'ring. Podpiska bo'lmaganlarga tegishli emas. Bu ochgan kartalarimiz faqat podpiska bo'lganlar uchun deb niyat qilganmiz. Xudo xohlasa sizlarni shu podpiska bo'lganinglar, like bosganinglar biz uchun sizlarni berayotgan bizga nima deydi, narzinglar hisoblanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yana yaxshi kunda ko'rishguncha. Xayr.